Assalomu alaykum barchaga. Biz yana video chiqarmoqdamiz. Bugun biz bu videoda 150 ta obunachi qilishga harakat qilamiz. Tezroq obuna bo'ling. Biz 150 ta bo'lishimizga sal qoldi. Tezroq bo'laylik. Bugun biz o'yinimizda hardcore rejimida o'ynab ko'ramiz. Mana biz merga tushib oldik. Ana endi kuchayishni sekin boshlasak bo'laveradi. Xo'sh, bizda bunda maqsad olmos topish. Birinchi maqsadimiz olmos topish bo'ladi. Ikkinchisi esa omon qolish bo'lsa kerak. Obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Kanalimiz 150 ta bo'lishi kerak. Iltimos obuna bo'ling. Ochiqroq joyga chiqib olsak yaxshi bo'ladi. Hardcore rejimida qiyin. O'lishimiz bilan video tugaydi. Mana bu yerda konam bor ekan. Ikki tushmasak kerak hali beri. Biz birinchi bo'lib daraxtlarni ko'paytirish kerak oldin. Yaxshi. Daraxtlarni chopyapmiz. Daraxtlarni maydalab olamiz. Bularni xo'sh. Taberstak va cho'p kerak bo'ladi. Bo'ldi, yetarli qilib oldik. Endi bitta kirka yasab olsak, qolgan narsalarni toshdan qilib tashlaymiz, hamma narsani. Biz birinchi o'rinda qo'ylarni o'ldirib, junlardan dema yasab olish kerak. Hardcore baribir kechqurun moblar chiqqandan so'ng bizni o'ldirib tashlash ham mumkin. Shunga birinchi devani yasab olgan afzalroq deb o'ylayman. Jam ajoyib juda spam bo'libmiz. Manzarasi chiroyli ekan. Xo'sh, yana qo'ylar bormi? Bor ekan mana. Roppa rosa 2 dona qo'y. Bularni o'rib darhol dema yasab olamiz. Mana bu yerda yana bitta. Otam bo'lishi kerak shu tarafda. Chunki ovoz chiqqanday bo'lyapti otdi. Xo'sh, mana 3 dona junni ham to'plab oldik. Ana endi beristaydi. Mana shu atroflarga mana uzoq qo'yaman, mashqqa qo'yib turib. Xo'sh, biz o'zimizga bitta divan va bo'ldi. Endi yo'limizda davom etamiz. O'sha konga tush niyati bilan haligi eshik ekan, o'tmas. Konga tushamiz. Balki konda olmos topib qolarmiz. Yaxshisi birinchi toshli narsalar qilib olgan afzal. Qorong'i ham tushmoqchi bo'lyapti. Mana hamma yo'g'imizni toshli qilib tashlaymiz, chunki baribir taxtali narsa tez sinadi. Shuning uchun toshli narsalarni olgan yaxshi. Birinchi o'rinda pechka kerak. Ovqatlar pishirib olish kerak. Undan so'ng har xil narsalarni qilamiz. 12 ta, 14 ta. Yaxshi ketyapti.
obuna bo'lib bosib qo'yinglar. 150 taga sal qoldi. Xo'sh, bu keyin bundan bitta yasab turib, mana bu hamda biz hardkordaligimiz uchun men uncha qilich yasamayman, lekin bizga qilich aniq kerak bo'ladi. Yana pechga. Xo'sh, bu yerdan pechkani mana uni o'rniga olamiz. Pechkaga ovqat qo'yib qo'yib, o'zimiz tosh qaziyveramiz. Kech tushgani yo'q hali. Xo'sh, mana yana biroz tosh to'plaganimizdan keyin tepaga chiqib konga tushishimiz ham mumkin hali. Bo'ldi, bular pishib olishi kerak hali. Bo'ldi. Xo'sh, mana xo'sh. Mana bizda yarim stak bo'ldi, yetib qoladi. Xo'sh, endi pechkadagi narsalarga qaraymiz. Rosa pishibdi bular ham. Endi bularni olamiz. Kecham tushyapti ekan. Xo'sh, ortiqcha muammo kerak emas, shunga uxlab olgan yaxshi. Xo'sh, mana bo'ldi. Tong yorishdi. Xo'sh, mana shu yerdan xo'sh, mana endi qishloq topishimiz kerak. Qishloqda ancha-muncha kuchayamiz. Chunki bo'limga ham urib narsalarni olaversak bo'ladi. Agar vaqt kam o'lib qolsak, agar boshqa miyani boshlash to'g'ri keladi. Iloji boricha bu yerdan ehtiyot bo'lib tushgan yaxshi. Xo'sh, ana birinchi jonimiz ham ketdi. Xo'sh, ancha katta joy ekan. Temir yo'q. Temir yo'q ekan bu yerda. Xo'sh, ko'mir bor ekan. Ko'mir parod ekan. Boshloqqa tushib ko'ramiz. Balki shu yerda temir ko'rinar. Temir yo'q bu yerda umuman. Zombilar bor ekan. Yaxshi bu yerdan ketganimiz yaxshi. Xo'sh, mana shu tarafga qarab ketaveramiz. Balki birorta qishloqni chiqib qolar. Men uncha hardkorda o'ynamaganman. Jonimiz ketdi nimagadir. Xo'sh, yo'q. Yo'q, bu yerlarda qishloq ko'rinmayapti. Tepaga chiqamiz mana bu yerga. Birorta ochiq bo'lganda yaxshi edi. Buna joylarda yurish uncha yaxshi emas. Yana jonimiz ketdi. Xo'sh. Mana bu yerda ham kon bo'lsak, o'ylaganimdek kon ekan. Mana bu yerda ham temir topolmadik. Bizning birinchi maqsad bu olmos edi. Ikkinchi eslatib turay. Xo'sh. Mana bu yerlarda
hech bola ko'rmayapti. Hozir o'sha yoqqa borib ko'ramiz. Verstayni qo'yib biz o'zimizga bitta qayiq yasab olamiz. Bo'ldi. Endi susagan bo'ladi. Bu yerlarda bunaqangi ekan. Baqa o'xshagan betam daraxt ekan. Yo'q, qaroqqa qilgan yaxshi. Bu yoqqa suzamiz. Xo'sh. Bu yerda ham hech narsa ko'rinmayapti. Mana ochiqroq joy topolmayapmiz. Ochiqroq joy bo'lganda ancha yaxshi bo'lardi. Hamma yoq o'rin. Xo'sh. Birorta ochiqroq joy qidirib ketaveramiz. Ochiqroq joy. Mana shu yerlarda tushaveramiz bo'ldi. Yo'l yo'q ekan.